Nang bavruni ailede qaysi xil usul desek bazarninkidek o'xshatalaymiz degan qizlar. Ma filmni seyretmey axırgacha ko'ringlar. Bugun ailede en oddiy usulda nang bavruning tayyorlash usulini olib keldi. Aldı bilan mushu nang bavru ketadek saylarni o'zimizning yoqtirish bo'yicha tayyorlab olgandan keyin tayyor qilib olgan saylarimizni to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qizlar mushu cho'ntaqsiliq, qo'rma, suvoqsay, ichimlik, murabba, 60 xil tomoq darsigimizga haqsiz qatnashqisi bog'lar. Ekran ustiga yozib qo'ygan BM 2016-2012 deyandar qo'shma bilan aloqalasanglar bo'ldi. Har xil cho'ntaqsiliq, qo'rma, suvoqsaylarni tayyorlash usulini aytib qo'yamiz. Ketalik saylarni tayyorlab olgandan keyin qozonimizga may qo'yib, mayimiz qizg'an vaqtida bir qoshiq atrofida shakar sap, shakarni eritib olamiz. Shakar erib, seriq ko'pik chiqqan vaqtida tayyor qilib olgan go'shtni sap qo'rib olamiz. Go'shtni qo'rg'an vaqtimizda muvofiq miqdorda tuz silib, go'shtni qizartib qo'rib olamiz. Arqadan tayyorlab olgan so'ng piyozni sap qo'rib olamiz. So'ng piyozni qo'rib, mezlik puruq chiqqan vaqtida tayyor qilib olgan sho'xilni sap, sho'xilning suvi chiqib izligicha yaxshi bir qo'rib olamiz. Ondan tayyorlab olgan tetitqudan bir qoshiq, lozi qiyamidan bir qoshiq sap qo'rib olamiz. Bugun mening ishlatganim cho'ng ustamning qo'rdoq tetitqusi. Tetitquni sap yaxshi bir qo'rib etgandan keyin tayyor qilib olgan qo'noqni sap qo'rib olamiz. Qo'noqni silib yaxshi bir qo'rib olgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib yaxshi bir aralashtirib etib, bo'shroq o'tda 20 minut atrofida qaynatib olamiz. Vaqt to'shqan chog'da tayyorlab olgan yongyo bilan xonshonni bir vaqt sap yana 10 minut atrofida qaynatib yongyo bilan xonshonni pishirib olamiz. Bu araliqda tayyorlab olgan nonni qo'rimining ustiga qo'yib 2 minut atrofida yumshatib ilib olamiz. Eng oxirida tayyorlab olgan ko'k laza, qizil laza, samsoqlarni bir vaqt sap yaxshi bir aralashtirib etgandan keyinla iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa sizlarmi mishnodek o'xshatib nang bavruning tayyorlash usulini o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, uyinglarda bir qatam tayyorlab sinab beqinglar beklamay